Man habbaba zawjati imri'in aw mamlukihi falaysa minna. Mana bu so'zni qarangda, ajoyib bir so'z. Mana bu fahsh yoyilgan joylarda ko'p kuzatiladi. Xosatan telefon degan narsa chiqqan. Bu mana bu insonlarning fasodlanishiga yoki buzilib ketishligiga tez yordam beradi. Yordam beradi deganimiz oson bo'ladi. Avvallari masalan telefon yo'q edi insonlarda. Bir yigit, begona qiz bilan suhbatlasha olmas edi. Hatto jahiliyat paytida ham insonlarda hayo, iffat degan narsalar bor edi. Bir qiz bir o'g'il bilan bir yerda qo'l ushlashib yura olmas. Hatto O'zbekiston tarafdagi kishilar biladi, agar bir begona yigit o'sha qishloq qizini so'rab keladigan bo'lsa, o'sha qishloqdagi yigitlarni rashqi kuchliligidan mana bu begona yigitni quvib solardi. Ya'ni yaxshi odatlar bor edi. Hozir nima bo'ldiki, aynan O'zbekistonimizda qishloqdagi yigitlarni qo'ying, o'sha yerdagi shahardagi yigitlarni qo'ying, o'sha qizni, akasini yoki otasini g'ururi qolmadi. Rashqi yo'q. U eng yomon inson hisoblanadi. Garchi u kechalari sajdada bo'lsa ham yoki ro'zador bo'lsa ham, o'zini ahlini, o'zini nomusini himoya qilmas ekan, o'zini nomusini rashq qilmas ekan, bu odam eng yomon inson hisoblanadi. Bu odam fasodlarga kalit hisoblanadi va bu odamni dinda g'ayurligi yo'q deb hisoblanadi. Erkak kishiga chiroyli bo'lgan sifatlar bor, chiroyli bo'lgan xislatlar bor. Shulardan bittasi g'ayurlik bo'lishi.